Kanalizatsiya quvurlari bu sizga axlat qutisi emas. Eng zo'r mahsulot va tajribali usta montaj qilgan bo'lsa ham, agar bu 3 ta narsa kanalizatsiyaga tashlanadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan tiqilib qolishi mumkin. Ikkinchisiga odatda ayollar sababchi bo'lib qolishadi. Birinchisi soch va shunga o'xshash narsalar. Chunki soch quvur ichida chigallashib, mayda chiqindilarni o'zida ushlab qoladi va vaqt o'tgani sari turli xil tiqinlar hosil qiladi. Natijada esa quvur ichidagi suvni yaxshi ketmasligiga, balki umuman to'xtab qolishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi albatta bu idish-tovoqlardagi yog'lar. Ko'pincha bu oshxonada kuzatiladi. Ya'ni idish-tovoqlar yog'lari bilan yuvoriladi. Natijada quvurni ichki devorlarida yog'li qatlam hosil qiladi va bu vaqt o'tgani sari ana shu qatlam qalinlashib, ya'ni yo'g'onlashib, quvurni bloklab qo'yishiga sababchi bo'ladi va natijada suvli yurmay qoladi. Ko'pincha bu muammoga oshxonada albatta ayollarimiz bo'lishgani uchun ular sababchi bo'lib qolishadi. Uchinchisi bu qurilish chiqindilari, ya'ni sement, gips, bo'yoq yoki boshqa turdagi mahsulotlar. Ko'pincha bu uyda qurilish yoki ta'mirlash ishlari bo'layotgan vaziyatda kuzatiladi. Ya'ni e'tiborsizlik tufayli turli xil sabablarga ko'ra kanalizatsiya quvurlariga ana shu chiqindilar oqizib yuboriladi yoki tushib ketadi. Natijada bular quvur ichida toshdek qotib, tizimni umuman ishdan chiqarib yuborishiga, buzilishiga, natijada bu uy egasiga juda ham katta xarajatlarga, ya'ni umuman tizimni boshqatdan qilishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Sizlarda yana nima sabablarga ko'ra mana shunaqa tiqilish holatlari kuzatilgan? Albatta izohda yozib qoldiringlar. Videoni esa eng yaqinlaringizda mana shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun ulashib xabardor qilib qo'ying.